Ko'rishimda ekan buni birlashdingmi? Hop, Bilaman. bitti. Mashinani qo'ysa bo'lar ekan. Ha, işte onu ko'ring. Almashishga. U almashishga, bunda pul yozaman deb, to'g'rimi? Pulni qanaqa yozsa bo'ladi? Pul yozsa bo'ladimi hozir? Biz doplata degan joyi bor ekan. Gostoyimiz doplata degan joyi bormi buni? Degan joyi yo'q, to'g'rimi? Davay men bitta mashina qo'yib ko'ramiz hozir. Ibratda bossam, без доплаты. Doplатani qanaqa qo'shamiz? Нажмите обменять, когда будет готовы. Без doplata qilaman. Plyus bosing. Ha, shu yozaman. Shunaqa qilamizmi? Qara. Adliya deydi. Недостаточно денег deydi. Unda pul ham bo'lishi kerak ekanda uning uchun. Ha, bo'ldi. Yumush Просто uni tanlagan otdi. Ha, mashina, короче, любой yumush almashsa bo'lar ekanda shunda. bir qo'rqib qoldim-da aka undan bir boshqacha. Mashina qolasiz joy. Va kep просто обмен tashladimi sizga shunda? shunaqa obyen tashladida, hayron bo'lib qoldim. Birinchi marta ko'rishim edi-da. Men shunga o'ylanib qoldim men. Ikkinchi etajda ochiq joy bormi aka? Bo'sh joy? Bor, ancha joy bo'shab qoldi. Ha, boya men qo'ygandim, telefon qilibdi, anchagan odam telefon qilibdi menga. Ishlamayapti telefonlari. Bitirgani yo'q. Rex ko'rdim, yo'q qoldi. Ha, eresmi? Bitta turgandi, 28 million turgandi u. Yo, Rex. Trix nima u? Ram bor u, Dodge. Pickup. Ha, qancha turgandi u? 1,5 turdi. Telefonini tusholmadim, xullas, ozgina tashlab bersa, o'tib bersa olaman dedim. Men shu server yaxshi, menga bu ham yoqqani yo'q, просто majlisga ham ko'rmoqchi bo'ldik. Biz unaqa nima qilgani yo'q-da aka menga o'zi. Nol qo'ygan joylar. O'sha nima Yemadim. Bari bu yerda pul topish oson-da aka, shu yog'i bor-da. Pilosi. Shu yog'ida pilosi aka bo'lmasa. Menda faqat shu mash server qoldi, hozir qolganlardan ketdim. Toqqani qildingiz. Ketdim просто. Yoshimiz biz necha million pul ishladingiz hozir bu yerda korporatsiyada? Ancha ishladingizmi? Bittami? Korporatsiya почти nolga chiqyapti. O'zini ko'taryapsiz. Zavoddan foyda bo'lmayapti. Ha, u foyda ko'ryapsiz o'zingiz. Bu foyda bo'lmaymi deyman-da, u aniq edi u, biz hisoblab ko'rdik aka shu vaqtda esingizda bo'lsa. Foyda nimadan? Shu faqat o'zi terib sotsangiz shundan. Uni misol teradigan bo'lishmi, qanaqadir ochko uchun yo ochko foydasi bo'lishi mumkin garantdagidek. Nima foyda bo'lishi mumkin? Nima unda tosh teryapti, odam sotib olyapti, nima sababdan u? Hayronman unga. Onlayn pas hozir. Foyda qilish uchun. Hozir sпрос katta-da, предложение kam. Tosh bozorda ko'payib ketadi-yu, sotiladigan. Tosh, daraxt. O'sha paytda ishlasangiz bo'ladi, короче. Narx tushib ketadi, xullas. Yaplarchini. Shtraf qayerdan shtraf paydo bo'lib qoldi? Boya qo'ydim, shtraf yo'q edi-yu menda. Mashina boya qo'ydim to'la aka. Shtraf yo'q edi, shtraf paydo bo'lib qoldi. Bo'lishi mumkin. O'zim LSP'da ishlayman yana. O'zim misol uchun militsiyada ham menda shtraf bor. Tekrar kerak yo'q. Ya radardan bo'lishi mumkinmi? Ha, shundan bor, boshqa nimadan bo'ladi? Yozgan ham bo'lishi mumkin-ku kimlarga? Kazikjonga kirmoqchi edik, kazikka shunga hozir harakat qilyapmiz. Ha, shunga hozir yaxshilikka deb harakat qilyapmiz, yaxshilikka bo'lsin deb. Kazik emas, yaxshilik bo'ladi. Ha, ko'tarishimiz yaxshiroq bo'ladi-ku, ko'tarsak. Ko'targan vaqtimizda sizlarga bir yordam qilishimizda, keyin yordam qilmadingiz deb o'ylaysiz. Bunisiga gap yo'q. Qilamiz deyman-da, yana qilaman. Ko'targan vaqtida 200 million ko'tarib olsam, bir 5 ming, 10 ming qilib yuboramiz, keyin afsuslanmaysizda, zato yordam qilgan bo'lasizda. Agar hozir men shunaqa uyushdi hozir nimada. Qaranglar. Kattaga. Просто shu yonidami, pulim yo'q yonimda. Yonida yuribman.
100 metr joy bor. Pul yo'q, borishning keragi yo'q-da u yerga hozir. Aha. Nimaning yonida ekan, Elespodaning yonida ekan. Kirib olgan ekan, Elespoda zo'rmi? Leytenant zamoni ham borda, soatiga 40 ming dollar beryapti. Mhm. Yomon zo'r foyda kelyapti aka, to'g'risi. Soqqansida qolyapmiz. Bugun 300 mingcha yig'ilib qoldimi deyman, bilmadim, hozir ko'ramiz. Pulim ham yo'q yonimda. Qanaqa bankam yo'qmi bu atrofda? Oylikdan shunaqa yig'ilyaptimi? Ha, oylikda 300 ming bugun yig'ilib, soatiga 40 ming so'mda. Endi Mhm. bugun afv ko'p turibman. Может kechagidan bo'lishi mumkin, может. Men asosan bugungi-da. Hozir ko'ring qancha bo'pti ekan. Boya 280 ming edi. 370 ming o'qyapti. Propiska oldingizmi, olmadingizmi? Voy, ololmayapman-da, kartam bloklanib qoldi bu Rossiyada. Shu ko'p pul ishlatyapmiz-da. Shu. Hozir buni ko'tarib olsam, buni nima qilib yuboramanmi? Donat qilib yuboramanmi? Mhm. Donat misol uchun sotib yuboraman. O'yindagi misol uchun pulimga. Donat birovga pul beraman, o'yindagi donat beradi menga. Shunaqa qilib yuboraman, pul olamanmi? Nima qilsa sizlarga ham olib berib yuboraman agar normalni ko'tarib olsam. Ayta propiska olib beraman bu safar, pul bermasam. Zo'roq anaqasi bo'ladimi? Ishlasi bo'ladimi? Yani minga olsangiz mashina borda, minginchida. Ana shu mashinasi nimada? Endi keslari bor, keslari bilmadim endi tushadimi, tushmaydi, tavakkal omadga bog'liq-da u ham. Lekin hozir ishlab turib ko'tarsangiz bo'ladi ekan boya onlayn nimasini. Boyagi yaxshigina misol ishlaysiz-ku, yaxshigina nima beradi ekan. Mhm. Boyagi. Boya Hozir. ochko beradi ekan. Да, слушайте. Здорово. Ну, слушаю. Брат, я по поводу TRX. Не продал Ну-ну-ну. еще? Не-не-не, перезаходил. Так. Boya uyni hech kim olmagan, boya yashil uyni Скидка будет hech kim olmagan. немножко? Turibdi hali ham. Ну, край за 1,4 могу отдать. 300 ming so'm pulim bor, shuni ko'rib yuboraymi aka? За 1.3. 300 mingdan ko'p emasmi? 100 ming, 120 ming bordan ham menimcha uyi. Алло. Ну, максимум, ладно, за 1,350. Ниже уже некуда. Давай тогда там, так, короче, внизу встретимся. На открытом? Да. Хорошо, сейчас подойдет. Мгм. Hop, TRX egasini topdim. Kirdimi o'yinga? Hı? O'yinga kirdimi? Ha, chiqib ketgan ekanda. Bir yarim qo'yib qo'ygan edi, 1 million 350 ga mayli beraman dedi. 350 mingga ekan, bez garaj ekanda aka, bu nima aka? 350 mingga to'g'rimi? Nima deysiz? Bez garaj ekan, bu auksionga chiqib ketgan ekanda bitta uy. 350 mingga nima kerak u uydan kirib? Ovoring nima? 700 ga qo'yib qo'yasiz, sotib yuborasiz. Olaman aka 700 ga. Qayerda o'zi? 600 mingga Miropaxta turibdi hozir bu nimada? Elspot tarafda. Mhm. Yo'q, kerak emas. Hech kim olmayapti. Hech kim olmay ketib qolyapti. Hozir aka, 1 minut. Xo'p aka. Здорово. O'tamiz. Здорово. Shahboz aka, qaydasiz aka? Можешь еще раз убедиться в информации на нем, как бы как хочешь. Не, я видел, смотрел. Shu ikkinchi etajga qolib ketdim aka. Nimaga? Stream bo'lyaptimi? Yo'q, o'chirdim. Nimaga? Kanalni topolmay qoldim-da, men boya kirmoqchi bo'ldim. Esimdan chiqib ketdi nomi. Ovqatlanib o'tirganimda. Nima degan Катайся на nima? здоровье. Shahar nima deb o'ylab qoldim, Spasibo. Shahboz deb. Shah deb yozdim, keyin familiyangizni bilmay qoldim-da. Shah deb kimotda yozasiz. TRX Chiqaraman. oldim. 1 million 350 ga. Voy, молодец. Bizim mashina Sanolik obunachi. kelyapti. Просто- Nechta bo'ldi? Bagaj kichkinaroq ekan, menga nimasi yoqdi. Yurishlari. Ko'rinishi. Udobniyroq, Ko'rinishi. ham ko'rinishi ham bagajliroq.
Sportda yuribman. Ana tashib bu narsa O'n- 1100 ga yaqin. 10 boya 10 ta ediyor. Ya boy 900 nechtadir aka. Ha. Mumkin lekin. Ha 26 260 2,5 million qo'yapman. 2600 ga ko'ravering. Avval 2600 ga qo'yapman mashinani. Yuguring. Birinchi etajda. Qanaqa mashina? Shabozak. Birinchi etajga qo'yapman. Shu hozir qanaqa bo'laman ekan? Borib oling. Bosim. Qo'ydingizmi? Porsche'ga 2600 ga qo'yapman aka. Menda 2600 yo'q-ku. O'sha nima to'laka oling. Nimani Boring ham da. men hozir mashina oldim. 1 million La, 1 million 400 ga qoldi. uxladi unda mashina, uxladi. Atkasi qo'ydim. bo'lmaydimi? Kattasiz. Mashinada. Birinchi etajda turibdi lekin. Ikkidami? 26 turibdi-ku, qanaqa 2600? 26 ming. Qayerda? Birinchi etajdami? Ha, Ha, topolmayapman men. balla. Boqma. Bosib olishimiz kerak. Shippa bosib olsam 2600 deb xursand bo'larasiz-da. Объявление yozing Shaboz aka, объявление sotaman. Iris kazinoga kirmoqchiman, shuni sotmoqchiman arzon narxga deb. Yozayim. Yo arzon narxga emas, to'g'rimi? Genaka emasmi bu? Genaka yo'q buni. Ya kamera ko'rinmayapti. Paketda kelmaydi. Ikkinchi akkauntdan kirib olganman deyman. Ikkinchisi bu. Birinchi AFK. Online'mi semiyada u? Ha, online ekan. O kim? Genaka ham online, Bahodir aka ham online. Po'la aka siz ham kiringda aka, korporatsiya sotingda aka, nima qilasiz? Алло. Po'la aka. Здорово. Здорово. Mana boyaga bola aka, mana kelib, mana yuribdi, mana Я shu по поводу tomon. машины. Какой? 210. Лупарик? Угу. И чё? Так, можешь немножко цену скинуть? Могу. Сколько край? 400. Давай я заберу. Давай, сейчас Рядом. подойду. Давай. Korporatsiyani sotib nima qildingiz? Keling semiyaga bizning korporatsiyaga. Menda nima qilamiz? Biznikiga keling deymanda. Biznikida o'ynaymiz. O'ting. Ha? Siz o'ting deyman. Biz o'taveramiz-ku, biz ketib qolsak endi xafa bo'ladida, shuncha mana Shahboz aka bor. Kim xafa bo'ladi? Shahboz aka xafa bo'lyapti. Chiqib ketsangiz dedi, men siz bilan umuman nima qilmayman deyapti. Kimdan chiqib ketsangiz dedi. Boshqa serverga kirsangiz ham dedi. Hozir. Упарем. Здорово. Здорово. Держи. Bizim mashina yo'qmi aka hech kimda? Удачи. Sotib oldingizmi? To'laka oldingizmi? Спасибо. Nima? Pul yo'qda odamlarda pul ko'p ekan. Pul yo'qda mashina olyapti. 400 mingga oldim 210-chisidan. Yo'q, qo'ying aka. 400 mingga oldim. Serios. Zapisam bor xolos.